akalar, Gentra mashinalardan tayyor bo'ldi. Mana jononni qaranglar, mana krasotani qaranglar akalar. Mijozni ko'zini oldida salafanlari bilan korobkadan yechib, pat salafan yangi mana bunaqa chazor sistemasi qo'yib berganmiz. Qaranglar, orqada bar patsaganchik biriga bir tushgan. Hech qatini kesmaganmiz, qirqmaganmiz, techmaganmiz. Biriga bir tushgan. Qaranglar Gentraga. 12silarga ham zo'r tushyapti mana sizga. Bunimizda nalichida bor, xolislar oq rangidan bor, xolislar mana bunaqa ranglardan bor. Malibu 2 bar bilan ham qaranglar, bez pritik, bez zazor. Hech qanaqa tegib ovoz ham chiqmaydi. Ishlashlarini ko'rasizlar, hammasi elektronik bo'lgan. Zo'r tushgan akalar. Ha, qaranglar. Gentraga vashcha o'ldi degan. Qolib tushgan, qaranglar mana buni. Mana turishini qaranglar. Ajoyib bo'lganligi bor. Ha, qaranglar. Mana salafanlarigacha hali olinmagan. Pat salafan nomani. Akalar, ana eski narsaga mendan oldin kim haydagan, nima kim o'tirgan degan savolni unutasizlar. Yangi ko'ngilga bexijolat, ana yangi sidinaga o'tirasizlar, xudo xolasa. Aka, olgan narsa o'ziga yoqdimi? Ma'qul keldimi? Men siz videoga o'tganim. Yoqdimi? Rozimisiz bergan pullaringizdan? Böyle biz ham ko'rasizlar, bari mijozni nima deydi? Roziligini olishimiz kerak. Akalar, kelaverasizlar. Nalichida xudo xolasa bunaqa sidinalarimizdan pochkalar olib qo'yganmiz. Hamma mashina qo'yib beramiz. 12 desam, Cobalt desam, Gentra desam, Nexia desam, va hokazo. Bu yerda mana trektorimiz ham xudo xolasa tayyor bo'lyapti. Bo'lishi mumkin. Qorong'i bo'lishiga qaramasdan chempion sidinasini qo'yib beramiz. Shunaqa gaplar akalar, kelaverasizlar bu yog'iga. Zo'r komfort sidinalar qo'yish davri keldi akalar. Kelasizlar, xudo xolasa o'zimiz xizmatda kutib olamiz. Sog' bo'lasizlar.